Yunusobod tumanida xuddi shunaqa planirovkada va xuddi shunaqa high-tech uslubida qurilgan uy yagona uylarimizdan biri bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring va albatta Yunusobod tumanidan uy qidirib yurgan insonlarga bu videoni yuborib qo'ying. Bu uyimiz 2 sotudan iborat. Bitta ko'rsanglarchi fasad qismini ko'ryapsizmi? Shunaqa chiroyli qilib ketilgan. Uyimiz 3 uровеньdan hisoblanadi. Podvol qismi birinchi qismi va ikkinchi qavatli qilib ketilgan. O'zini bu yerda barbekue zonalar qilib tashib ketishgan, ko'ryapsiz, barbekue zona va uyimizni bu yerda mashinalar turish uchun avtoturargoh joyimiz bo'ladi. Yuringlar, endi sizlarga birinchi qavatini, polni uyimizni obzorini ko'rsatib boramiz. Ismoil, uyimizni oxirida ko'rib bo'lgandan keyin narxi qanaqa bo'ladi desanglar, men narxini oxirida aytib o'taman. Narxi sizlarga haqiqatdan shok qoldiradi, chunki Yunusobod tumanida bunaqa rayon va bunaqa narxlarda topish juda ham qiyin bo'ladi. Chunki bitta topilgandan keyin srochniy narxlarda bu tez ketib qoladigan, o'shaning uchun ulgurib qolishingiz kerak bo'ladi. Shuni kirganinglarda bizni ko'rsanglar, bu yerda bizda kattagina qo'l kutib oladi, mana bunaqa chiroyli lustrlarda. Bizda chap tomonimiz bizdan ko'rsanglar oshxona qismi va keyingi xonalarga o'tib ketamiz. Bu tomoni ya'ni bizda zal qismi bo'ladi. Zal qismini e'tibor beringlar. Shunaqa chiroyli qilib qo'yishgan. Mana bu dekoratsiya deysizmi, mana bu tomonlariga e'tibor bersanglar, uyimiz har bitta joyi dizaynerskiy uslubda har bitta joyini qilib ketishgan. Akalarimiz uchun bitta like bosib qo'ying va inshaalloh yaxshi niyat qilib qo'ying. Bizga ham nasib qilsin deb qo'ying. Bu uyimiz ikkinchi qavatga chiqib ketadigan zonasi va uyimiz podvol qismiga tushib ketadigan zonasi. Bu tomoni bizda ota-onalar uchun yotoqxonasi. Bu bitta tomonga yetib o'taman-da, qaranglar. Shuni bizda men o'zimga shu planirovka yoqdi. Shuni qilganinglarda bu tomoni misol uchun shkob yasatirsangiz, bemalol kiyimlarni qo'yib qo'yadigan xona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Alohida bu xonadan tashqari. Tushunasizmi? Bu endi birinchi qavatda ota-onalar uchun yotoqxonasi, o'zligini bu yerda sanuzor qismlari qoldirib ketishgan. Yuringlar, endi sizlarga keyingi xonalarga o'tib ketamiz. Shuni o'tib ketganimizda bizda bu yerda podvol qismiga tushib ketadigan zonasi va uyimizni birinchi qavat uchun общий bu yerda sanuzor qismi bo'ladi. Sanuzorlarni qo'yilishi juda ham bir chiroyli qismi bo'ladi. Endi uyimizda biz ikkinchi qavatga sayohat qilamiz. Ikkinchi qavatga shuni chiqqaninglarda bizda ikkinchi qavat uchun общий sanuzor qismi bo'ladi, ko'ryapsiz. Ikkinchi qavat uchun alohida общий sanuzor qismi va uyimizni bu детский spanyasi, ayol farzandlar uchun детский spanyalar qilib ketilgan, ko'ryapsiz. Bitta like bosib qo'ying. Inshaalloh hammamizga bunaqa uylar nasib qilsin. Yuringlar. Keyingi xonalarga o'tib ketamiz va bu tomonda o'tganimizda kattagina hol va mana bu tomonni ko'ryapsizmi? Haqiqatda eng sevadigan joylardan biri, bitta kofechani olib, bir gaplashib o'tiradigan joylardan biri bo'ladi. Bu uyimiz bu tomoni master spanya qismi bo'ladi. Master spanya qismi o'zini ko'ryapsiz, juda ham chiroyli qilib qo'yilgan. Bu tomondan bitta rakurs olsangiz shunaqa chiroyli ko'rinadi. Kamerachi. Xo'p, bu tomonda bizning o'zimizning master spanyaning o'zining sanuzor qismlari bo'ladi. Endi sizlarga ikkinchi qavatimiz, to'g'riroq, ikkinchi qavatimizni bu yana bitta детский spanyasi ko'rsatib o'tamiz, ko'rasiz. Uyimiz glukhoy bo'lib qolmagan, hamma joyi panoramli oynalar qilib, shunaqa chiroyli qilib ketishgan. Uyimiz narxini bilan podvol qismiga tushganda aytib o'taman. Uyimiz podvol qismiga tushishi bo'ladi. Uyimiz podvol qismiga tushganingizda bizda chap tomonimizda bizani alohida холодный комната deydi. Bu холодный комната kutib oladi. Bu yerda bizda ko'rsanglar, bu yerda холодный комната, сушильный xona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Kir mashinalarini shu yerga qo'ysanglar bo'ladi. Bu tomoni endi bizani отопление xonamiz, ko'rsanglar bo'ladi. Отопление xonamizni har bitta detalli joyiga e'tibor bersanglar, shunaqa did bilan qilingan va har bitta joyi shunaqa chiroyli qilib ketishgan. Bu yerda ko'pincha holatda bizga yetishadi. Uy muhim bori, bu yerda anaqa emas, men tomoniga e'tibor bering. Bitta plyusovoy joylardan biri, mana bu ko'chadan ham tushadigan joy hisoblanadi. Nimaga aytayotganimni, plyusovoy joy. Biz, misol uchun, santexnika odamlar keladi. Misol uchun, uyda ayol farzandlar, misol uchun, ayol kishilar bo'ladigan bo'lsa, har doim santexnikalarni uy ichidan olib tushirmaysizda. Alodan ko'chadan ham olib tushib, shu yerdan uyimizni remont qilib qo'ysanglar bo'ladi. Shunaqa tomonlarni juda ham katta o'ylab ketgan. Uyimiz podvol qismiga tushganinglarda kattagina prostransiya, uyimiz tegi seli podvol aytganimdek, bu tomonni ko'rsanglar, bu yerda alohida televizor qo'yib qo'ysanglar, bemalol kinoteatrni zona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Mana bu yerdan o'rtadan bo'lib yoki bo'lmasdan bemalol kichkina farzandlarni shu yerga tushirsanglar, mazza qilib o'ynaydigan joyi. Endi narxi nechta bu Ismoil desanglar, narxi $295 ming deyilyapti, AQSh dollarida aytilyapti. Kelsanglar, ya'ni undan ham o'tib beradigan joylari bor. Chiroyli narxlar qilib berishadi. Bunaqa rayonda Yunusobodda topish qiyin. Rahmat.